Har doim shu shirinlikni ko'rsam, yoshligim esimga tushib ketadi, chunki 14-15 yashar paytlarim aynan shu retsept asosida tayyorlab, magazinga sotuvga chiqarardim. Endi bo'lsa sizlar ham bemalol shu retsept asosida tayyorlab ko'rib, sotuvga chiqarsanglar bo'ladi. Birinchi bo'lib tuxum bilan shakarni aralashtirib, sut solib yana bitta aralashtirib qo'yamiz. So'ngra xona haroratida erib turgan margarinimizga un bilan razg'ochil solib, kroshka holatiga keltirib olamiz va videoda ko'rib turgandek tuxumli massamizni hamda yana un solib, yumshoqni xamir qilib olamiz. So'ngra xamirimizni teng 6 ta zuvalachalarga bo'lib, morozelkaga qotirgani qo'yamiz. Yaxshilab qotgandan keyin har bittasini shunaqa ko'rinishda pishirib olamiz. Shu joyida sizlar uchun zo'r layfhak: qo'lda emasda baklashkaga ozgina suv solib baklashkada maydalab chiqsanglar, bir xilda maydalanadi va qo'linglar ham og'rib qolmaydi. Krem uchun ko'pchilik varionoy sgushonka bilan oddiy sgushonkadan qilishadi, lekin men ozgina saryog' ham sovuraman. Sababi 2-3 kun o'tsa ham muraviynikilar qotib qolmaydi, yumshoqqina bo'lib turadi. Endi bo'lsa yaxshilab aralashtirib olamiz va yasab olamiz. Men stakanchikdan foydalandim. Xuddi shunaqa stakanchik bor, kimda qanaqasi bo'lsa o'shandan qilsa bo'ladi. Har bitta muraviynikimizni yasashimizdan oldin suvlab olamiz, o'shanda yopishib qolmaydi. Bitta ko'rishda yoshlikni eslatib yuboradigan eng ishonchli muraviynik retsepti bilan bo'lishdim. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozish esdan chiqmasin. Yoqimli ishtaha!